2026 yilgi yangi Hyundai Palisade. Bu zamonaviy dizayn, yuqori qulaylik, ilg'or texnologiyalar va kuchli xavfsizlik tizimlarini o'zida mujassam etgan to'liq o'lchamli oilaviy SUV hisoblanadi. Hyundai ushbu model orqali katta oilalar, uzoq safarlarni yoqtiradigan haydovchilar va qulaylikni birinchi o'ringa qo'yadigan foydalanuvchilar talabini to'liq qondirishni maqsad qilgan. Yangi Palisade avvalgi avlodlarga nisbatan yanada mukammallashgan bo'lib, tashqi ko'rinishdan tortib ichki salon, dvigatel, texnologiya va xavfsizlik jihatlarigacha tubdan yangilangan. 2026 Hyundai Palisade tashqi dizayni juda ishonchli va zamonaviy ko'rinishga ega. Old qismida keng va massiv radiator panjarasi joylashgan bo'lib, u avtomobilga kuchli va obro'li qiyofa bag'ishlaydi. Old chiroqlar yanada ingichka va keskin shaklda ishlab chiqilgan. LED texnologiyasi esa nafaqat chiroyli ko'rinish, balki yuqori yoritish sifatini ham ta'minlaydi. Kunduzgi LED chiroqlar avtomobilni yo'lda darhol ajralib turadigan qiladi. Old bamper sportona va aerodinamik shaklda bo'lib, havo oqimini yaxshiroq boshqarishga yordam beradi. Yon tomondan qaralganda, Palisade katta va barqaror ko'rinadi. Uzun gildirak bazasi va keng kuzov avtomobil ichida ko'proq joy bo'lishini ta'minlaydi. Katta diametrli yengil qotishmali disklar, xrom bezaklar va silliq chiziqlar avtomobilga premium darajadagi ko'rinish beradi. Orqa qismida vertikal LED chiroqlar joylashgan bo'lib, ular Palisadening o'ziga xos dizayn belgisi hisoblanadi. Orqa bamper mustahkam va zamonaviy bo'lib, umumiy dizayn bilan mukammal uyg'unlashgan. Salon ichiga kirganingizda 2026 Hyundai Palisade haqiqiy qulaylik va hashamat muhitini his qilasiz. Ichki makon keng va yorug' bo'lib, yuqori sifatli materiallar ishlatilgan. O'rindiqlar yumshoq va ergonomik shaklda bo'lib, uzoq masofali safarlarda ham charchashni kamaytiradi. Old o'rindiqlar elektr sozlamali, isitish va sovutish funksiyalariga ega bo'lib, haydovchi va old yo'lovchi uchun maksimal qulaylikga. Dvigatel va texnik ko'rsatkichlar jihatidan 2026 Hyundai Palisade kuchli va ishonchli variantlarni taklif etadi. Ko'pchilik bozorlarda U6 benzin dvigateli bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Ushbu dvigatel yuqori quvvat va silliq ishlashni ta'minlab, og'ir kuzovga qaramay yaxshi tezlanish beradi. Avtomatik uzatmalar qutisi yumshoq va tez ishlaydi, shahar va trassa sharoitida qulay haydashni ta'minlaydi. Ayrim bozorlarda gibrid variant ham taklif etilishi mumkin bo'lib, u yoqilg'i tejamkorligini oshirishga qaratilgan. Yurish xususiyatlari bo'yicha Palisade juda barqaror va ishonchli. Osma tizimi yo'l notekisliklarini yaxshilaydi. Bu esa yo'lovchilar uchun yuqori darajadagi qulaylik yaratadi. Shahar ichida haydashda avtomobil yumshoq va sokin bo'lsa, trassada esa barqaror va ishonchli harakatlanadi. To'liq yetak tizimi mavjud variantlar qiyin yo'l sharoitlarida, qor, yomg'ir yoki yengil off-road holatlarida qo'shimcha ishonch beradi. Xavfsizlik masalasida 2026 Hyundai Palisade eng zamonaviy tizimlar bilan jihozlangan. Avtomobil Hyundai Smart Sense xavfsizlik to'plamiga ega bo'lib, u ko'plab faol va passiv xavfsizlik funksiyalarini o'z ichiga oladi. Oldindan to'qnashuvning oldini olish tizimi, piyodalarni aniqlash funksiyasi, kor nuqtani kuzatish tizimi, yo'l bo'ylab harakatni saqlash yordamchisi va adaptiv kruz nazorati haydovchiga katta yordam beradi. Ushbu tizimlar nafaqat xavfsizlikni oshiradi, balki uzoq safarlarda haydovchini kamroq charchatadi. Bundan tashqari, avtomobilda ko'plab havo yostiqchalari mavjud bo'lib, ular to'qnashuv holatida barcha yo'lovchilarni himoya qiladi. Kuzov mustahkamligi yuqori bo'lib, zamonaviy po'lat va xavfsizlik texnologiyalari yordamida ishlab chiqilgan. Parkovka paytida yordam beruvchi kameralar va sensorlar tor joylarda ham avtomobilni oson boshqarish imkonini beradi. 360 darajali kamera tizimi haydovchiga avtomobil atrofini to'liq ko'rish imkonini yaratadi. 2026 Hyundai Palisade oilaviy foydalanish uchun juda mos keladi.